nima uchun do'zaxda ayollardan ko'p bo'lar ekan deb so'radilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam, sizlar ko'p la'natlisizlar, ko'p qarg'aysizlar va eringizga kufrona ne'mat qilasizlar dedilar. Qarang, sizlarni do'zaxda ko'p bo'lishingizga mana shu ikkita illat deyaptilar. Birinchisi tukthirunul la'na, la'natni ko'p qilasizlar. Muhtarama opa-singillarimiz, ojizalarimiz bir qarasinlar o'zlariga, haqiqatda la'natni, qarg'ishni ko'p qiladilar. O'zi shoshilib ketyapti, oyog'ini urib olib, ostonani ham qarg'aydilar. Hey, o'la deydilar. Qo'lini pichoqda kesib olib, pichoqni ham qarg'aydilar. U jonlimi, jonsizmi, kim bo'lsa qarg'ashga o'rganib qolgan. Eng yomoni hatto bolalarini ham la'natlaydi. Juda ko'p mana shu keyingi paytda onalar bolalarini qarg'ashi, bolalariga la'natlashi ko'payib ketdi. Bir narsani bilmoqlik kerakki, har bir gapga farishta